agar tangdast biz, faqir biz, g'arib biz, Allohdan tilashlikki Parvardigoro. Seni xazonang ko'p, katta xazonadir. Agar kull xaloyiq ham tilagidek bo'lsa, taqdim qilsang, bersang o'sha tilagan narsalarini, xazonangdan kam bo'lmaydi. Parvardigoro, shu xazonangdan meni daynimda, meni qarzimda, meni faqorat g'aribligimda gum qilgan yo Alloh deb Allohdan tilashlik vakor. Bir faqir bebizoat fobarana bir deh va qariyadan o'tadi. Bir kishovarz, bir kosa bug'doy shu g'aribni etagiga keltirib tayladi. Joy va boshqa narsasi yo'q ekan, etagiga taylagan pillasiga bag'ladi etagini tayini. Palihozo masir yo'lga ketadi ostostalik bilan Allohga rozi niyoz qiladi. Parvardigoro, anchaki mushkulotlari bor edi, hammasini pesh qiladi. Zamistonga o'ylarini chakak qilishdan shuru. Avlodlarini och qolganligidan shuru. Xonavodasini marzligidan shuru. Mardumdan dayndor qazdorligidan shuru. Allohga rozi niyoz qiladi. Oxirgi ham aytdiki, Parvardigoro, shu tugunlarni och kun men ustimdan. Parvardigoro, girohoy zindagi ro baroyam boz kun. Xudoyo xasta bo'libman. Qaysi birisiga eshitay? Ya Alloh, shu tugunlarni mendan ochgin. Mutaassifona etagini pastdan to'xtab tuguni ochilib ketdi. Etagini ichidagi bir kosa bug'doy ikki kishovarz bergan edi. Bu ham zaminga to'kildi. Boshini balanga qilib aytdi, Parvardigoro, shu tugundiki men aytaman, bu tugundiki fe'lan ochib qo'yib berding, ikkovini farqini bilmaysanmi? Sen Xudosan. Men tilayotgan tugundiki osh deyman, zindalikni mushaqqat taklifot tugundlarini aytaman. Bir kosa bug'doydiki bir kishovarz bergan edi, bir sadaqa qilayotgan, buni ochib qo'yib berding-ki sen. Ma'yusi xasta vaqtiki pastga qaradi. Yo bir sulton, yo bir vazir, yo bir sarmoyador shu masirdan o'tgan kissasini tayirtilgan ekan, pura tillo zaminga ham mast to'kilgan ekan. Vaqtiki ko'rdi, aytdi, Parvardigoro, voqean ham sen bilgan narsani men bilmay ekanman. Tu mabinki bar daraxti yobacho. Tu mabinki bar daraxti yobacho. Tu marobin kiman miftahura. Ko'p narsalarni zindaligi bizga, hayot zindaligi bizga aziz otalarim, aziz nasli javonlar, bizlar cho'tlamaymiz. Ammo darvoqe Alloh mutaol xohlaydi-ki, o'sha yerdan bizlarning mushkulimizni hal qilgay bo'lsa. Bu bechora faqir Allohga nola qiladiki, meni etagimdagi bug'doyimni to'kding. Darvoqe shu bois bo'ladiki, bor bu tillolarga Alloh mutaol buni yega qilgay bo'lsa. Hech vaqt Parvardigori bizga gumoni badga bo'lmasay. Hamisha Xoliqimizga gumoni sahiga bo'lsay. Allohdan sidq dil bilan Alloh mutaoldan tilasay bo'yat.